Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hammangizga xayrli tong. Bugun 26 mart 2025-yil. Azon bilan Qo'shko'pir avtoshopdan xudo xolasa mashinalar narxlarini YouTube kanalimiz uchun to'liq stamin birma-bir obzor qilib beramiz. Aktiv saqlab turasizlar. Like bosib, pastda kommentariyada nom mashinalar kerak bo'lsa yozsangizlar, xudo xolasa javob berib turaman. Qo'shko'pir avtoshopda kelaverasizlar, o'zim bo'laman. Bemalol nechik mashina kerak bo'lsa, nov mashinalik masala bo'lsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha hal qilib beramiz. Sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, yo sotib olaman desangizlar, chiroyli narxlarda sotib beramiz, sotib olamiz, ish qilib mashina sistemasi bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar g'ala. Esa xudo xolasa yetdi bir chetdan obzorlarni qilib o'taveramiz. Qaranglar. 2 oylik motosikl $1000, xudo xolasa gashtib beramiz uni ham. $1000 Armada Motors, 7,5lik akkumulyator, 6 donasi bor shuning. Keyin Damazimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlari bor, 358 kilometr yurgan, bahasi 30 million so'm. 10 million bilan avtokredit ham beramiz. 1 milliondan 3 yil oylik to'lov ham chiqadi. Keyin orada Nexia'larimiz hozir bir chetdan xudo xolasa. Bir de Damazlarimiz. Xo'sh, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damaz, metan, chexol, polik, yumshoq balon, 13lik balonlar qo'yilgan. Hamma narsa qilingan. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, metani bor, shumkasi bor, 19.000 kilometr yurgan, 90 million so'm. 15 million 500 bilan avtokreditga chiqadi, oylik to'lov 2 million 700 dan 5 yil. Damazimiz. Keyingi Damazimiz bam zo'r narxda turibdi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazi bor, chexol, polik, linoleum hamma narsa qilingan. 110.000 kilometr yurgan, bahasi 63 million so'm. Eldindan 3 million bersangizlar, oylik to'lov 2 million 400 dan 4 yilga chiqadi. Mashinada udar yo'q, yer-berinde kraska bor, lekin udar yo'q. Tiko'miz 1999-yilda ishlab chiqarilgan, benzinda, bahasi 11 million so'm. Mashinada udar yo'q, kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Korobka, motor hamma narsasi chotki ishlab turibdi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz pryamoy egadan, kapotni yuzida petno bor. Mashinada umuman udar yo'q, kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Motor, ходовой, korobka hech qanday rasxoti yo'q. Balonlarning holati o'rtacha. Motorni remont etib, toza aptol, antifriz, toza akkumulyator hamma narsa qo'yib qo'yibdilar. Chexol polik etilgan tayyorlash. 248.000 kilometr yurgan, 55 million so'm. Eldin 15 million so'm bersangizlar, avtokreditga chiqadi, 2,5 million so'mdan 3 yil. Spark'imiz eldilar ham yana o'zgargan tayyor. Toza Spark'ni buferidan qo'yilgan. Bilsangizlar, 2011 Spark'larni buferi minning emas, boshqacha min tekis chiqqan bo'ladi. Keyingisi 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark, buni ham eldini buferlari hamma narsasi o'zgargan, 4 yumshoq balon qo'yilgan, metan gaz, chexol polik hamma narsa qilingan. 278.000 kilometr yurgan, 2013 ulli motor, bahasi 58 million so'm. 3 million bilan avtokreditga chiqadi, 2 million 800 dan 3 yil. Ustida chertaklar ham boyna. Родной kraska. Keyin Gentra'miz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, bu doktorning mashina. Urganchdan keldi. Metan gazlari bor, 121.000 kilometr yurgan, bahasi 133 million so'm. Yumshoq balon, chexol, polik, tonirovka ruxsatnoma, son sazayishda hamma narsa qilingan. Родной kraskada. Eldindan 25 million so'm pul bersangizlar, 3 million 900 dan 5 yil avtokredit bo'lib chiqadi. Keyin Lasetti'miz pryamoy egadan, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 318.000 kilometr yurgan, yumshoq balon, chexol, polik, metan hamma narsa qilingan. Motorda hech qanday rasxot yo'q, aptol kamaytirib turibdi. Kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Kraska qaysidir bir eshikda boradi, udar yo'q mashinada. Eldi arkasi 100% butun. Kelib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Eldindan 30 million so'm bersangizlar, 2,5 million so'mdan avtokreditga chiqadi. Bahasi 72 million so'm. Keyin Matizimiz pryamoy egadan 100% родной,
Durup tushirgan yana. Yumshoq balon, chexol polik, linoleum hamma narsa qilingan. 47 ming halol o'zini yurgani, mashina benzinda 2006-yildan beri bir ega salonni olib mingan. Qo'shko'pir ittifoqli mashina bahasi 35 million so'mdan gashtib beramiz. Eldan 15 million so'm pul bersangizlar 1 million 200 dan 3 yil avtokredit ham chiqadi. Xudo xolasa kelsangizlar shu mashinani pramo egadan gaplashib, rasxodlarning pulini qaytarib beraman. Yani bellarında çürük yeri var, işte vakumluk yerleri var. İçine bir qator himsiya tifarish kerak. Şu an rasxodlarning pulini xudo xolasa chiroyli qilib, gelishtirib qaytib beramiz. Cobalt 2023. Avtomat deskasi yo'q. ABS, ishqilib magnitofon hamma narsasi bor. 54 ming kilometr yurgan, 140 million so'm. 10 million 700 ming so'm bilan avtokreditga chiqadi. 4 million 700 ming so'mdan 5 yila kredit oylik to'lov chiqadi. Yumshoq balon, chexol polik hamma narsa aytilgan. 100% родной kraskada mashina. Keyin Niva'miz. Bu Niva'da razdatka degan narsasi yo'q. Faqat ikki arka balon tortadi. Tonirovka, ishqilib chexol polik, linoleum aytilgan, mashinada udar yo'q. Motorda rasxod yo'q. 4 все zimniy deymi, ishqilib 4 yaxshi balondan daqilgan. Tayyor mashina yurt turibdi. Bahasi 25 million so'mdan gashtib beramiz. Texpasportda propan bosilgan, mashina metanda. Keyin Nexia 2miz 2010-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlar bor, 145 ming kilometr yurgan. Bahasi 55 million so'm. Mashinada umuman udar yo'q. Medachuda yerlarda zanglar ishlangan yerlari bor, udar yo'q. 25 million bersangizlar 2 milliondan 3 yil avtokredit bo'lib chiqadi. Metan, chexol, polik hamma narsa qilingan. Yumshoq balon chiqib tayyor mashina. Man pramo egadan sal balandroq bahasi, lekin 55 million so'mdan gashtib beramiz. Keyin bu akşam videosu chiqqan Nexia 2miz akşam vazrat bo'ldi bu. Biz Bedadruvadan 500 ming so'm zaklad berib qo'yadilar. Keyin boshlang'ich to'lovni topolmadilar. Shu bilan bize boshqa kutolimiz dedik, egasi shu bilan otkaz etdi. 2009-yilda ishlab 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 210 ming kilometr yurgan, metan, chexol polik hamma narsa qilingan. Mashinada umuman udar yo'q. Donus motor, prostoy gidravlika. Yo'q, Donus motor Pollux. Usta tekshirtirib ko'rdilar. Motorist, xodavoychi, kuzovchi hammasi tekshirdi. Mashina pulina loyiq, даже zo'r. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Qo'shko'pir avtoshopda turibdi. Bahasi 39 million so'm. Keyin Nexia 2miz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, Sons motor, prostoy gidravlika, 4 yumshoq balon, metan, chexol, polik hamma narsa aytilgan. Mashinada udar yo'q. Medachuda zanglar ishlangan yeri bor. Kapot krelda kraska bor, lekin udar yo'q. Kelib tekshirib ko'rib olaverasizlar. İçine o'tmagan. 200 ming kilometr yurgan, bahasi 60 milliondan gashtib beramiz. Eldan 15 million so'm bersangizlar 2 million 600 dan 3 yil kredit chiqadi. Bam zo'r baho. Pramo egada. Keyin oz yurgan Nexia 2 qarab yurganlar uchun Donus prostoy gidravlika eksport variant. Mashinamiz 100% родной, 79 ming kilometr yurgan. Eshikni teylarini ham ko'rishingiz mumkin. Umuman zang tushmagan hali. 100% родной kraskasida turibdi. Mashinaning bahasi 72 million so'mdan gashtib beramiz. 32 million so'm bersangizlar 2 million 500 dan 3 yil avtokredit chiqadi. Xo'sh, keyingi mashinamiz ham zo'r narxda. 2016-yil Sons Lux konditsioner, yumshoq balon, chexol, polik, linoleum, metan hamma narsasi bor. Yurgan kilometr 145 ming yurgan, bahasi 75 million so'mdan gashtib beramiz. Bu faqat aytilishi. Xudo xolasa bartermi, naqd pulmi, kreditmi, yetmagan nazardan turish kerakmi? Gaplashaveramiz. Endi hozircha bizda bor assortimentlar shu. Xudo xolasa asta-sekin yana ko'paytiraveramiz. Kim shu mashinalar orasida qiziqarli narxda kerakli mashinalar bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Qo'shko'pir avtoshopning manzili Qo'shko'pir tumanidan, Qo'shko'pir qurugidan Urganchga qarab ketaverishda, ban tarafina Urganch, ketaverishda o'ng qo'lda. Urganchdan kelaverishda esa Qo'shko'pirning qurug'iga qarab kelaverishingizda chap qo'lda bo'ladi. Katta banner bo'yna, shuni teyinda Qo'shko'pir sanatoriyasini ro'parasida yo'lni ban tarafida. Na xudo xolasa
gələ verəsizlər. Həmmənizi kütüb qalamız. Kanala like basıb, podpiska basıb qoyunlar. Xuda qalasa çıraylı videolarını qılışda davam etəmiz. Qollab quvvatlab durasılar. Həmməgə rəhmət.